Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, hurmatli aziz mehmonlar. Bu mening Onam tabrik agentligining mana shunday chiroyli bir fayzli xonadonga tashrif buyurishining asl sababi. Bugun chiroyli bir ayyomlar, shukrona kunlarini tantanalarini nishonlayotgan orangizni Ibodatxon ayajonimiz bor ekanlar. Unga qadar barchangizni mana shu chiroyli bir ayyom bilan, ya'ni Mohi Ramazon oylari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sabr ila tutayotgan ro'zalaringizni Allohim ajrini bersin. Chiroyli bir guldiroz qarsaklar ila ayyorimizni taklif etamiz. Assalomu alaykum ayajonim, shukrona kunlari muborak bo'lsin, tabarruk ayyomlar muborak bo'lsin. Bu sizni shukrona kuningiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Qani bilasizmi ayajonim, sizni kim nomidan tabriklash uchun tashrif buyurdik? Yana bu siz o'zingiz topganingizdek uzoqdan farzandlaringiz musofir yurtdan Mavluda opajonimiz hamda marhum opajonimiz hamda nabiralaringiz nomidan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Davomiy guldiroz qarsaklar chalamiz. Albatta onajonim, bu sizni mana shunday fayzli xonadoningizga tashrif buyurishdan oldin farzandlaringiz bilan, ya'ni opajonim, Mavluda opajonim, marhaba opajonim bilan suhbatlashdik, gaplashdik. Ular bilan suhbatlashganimizda kimni tabriklashga boramiz, kimni tavallud ayyomlari deb savol berganimizda ular aytishdiki, bugun siz meni jannatda tabriklashga borasiz. Bugun siz meni mehribonimni tabriklashga borasiz. Bugun siz men uchun bitta dunyolarga alishmas bebahomni, bizlar uchun qo'llarini kecha kunduz duolarga shay qilib turgan volidai muhtaramam, uyimizning farishtasi onajonimizni tabriklashga borasiz dedilar. Onajoningizni qanday so'zlar bilan tabriklaylik, qanday so'zlar bilan muborakbod etaylik deb so'raganimizda ular aytishdiki, meni ayajonim dunyodagi eng shirin so'zlarga loyiq. Meni ayajonim dunyoning eng go'zal so'zlariga loyiq. Meni mehribonim, meni ayajonimni dunyoning eng shirin so'zlari bilan tabriklang. Birinchi navbatda boshimizga sog' omon bo'lsinlar. Dunyo turguncha tursinlar. Dunyoning eng yaxshi niyatlari faqatgina meni onajonim uchun bo'lsin dedilar. Sizni birinchi navbatda xushxo'rsand ko'rish uchun o'zingizga o'xshagan eng chiroyli gullarni maxsus siz uchun tanlaganlar. Ya'ni opajonlarimdan so'radim, nima uchun bunday gullarni tanladingiz? Qizil gullarni, atir gullar solingan, nusxasi solingan jannatim onam gullarini volidim, onam gullarim deganimda opajonlarim aytdiki, chunki meni onajonimni yuraklari mana shu gullardek yonib turadi Lavlo. Bizga bo'lgan mehri, bizga bo'lgan cheksiz mehri tugamaydi. Qarindosh urug'larimiz qolaversa, qo'ni qo'shnilargacha yetadi meni onajonimdan mehri dedilar. Albatta sizni birinchi navbatda xushxo'rsand ko'rish uchun aslida onajonimning poyiga jannat gullarini misol qilsak arziydi dedilar. Mana shunday chiroyli guldastlarni qolaversa, jannatim onam gullarini maxsus siz uchun topshirib qo'yishimizni iltimos qildilar. Qarsaklar sadolari ostida topshiramiz. Qarindosh urug'lar onajonimizdan galimagan tabriklab qo'yishingiz mumkin. Omon bo'ling, xasta bo'lmang, onam. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Yana shu narsani aytishga opajonlarim, biz uzoq yurtdamiz singiljonim. Ayajonimizni judayam qattiq sog'indik. Mehrlarni sog'indik. Bag'rlarni sog'indik. Bolajonim deb erkalash so'zlarini sog'indik. Qaniydi hozir kunlarda bo'lsak, ayajonimni o'zimiz mahkam achomlab yuzlarda o'qib tabriklasak. Lekin musofirchilik sabab bizga bu damlar nasib etmadi. Lekin Alloh taolodan kecha kunduz qo'llarimizni duoga ochib so'rayapmizki, onajonimni jonlarini Alloh taolo sog' omon asrasinlar. Yana bu narsani iltimos qilib so'rang singiljonim dedilar opajonlarim. Nimani desam, onajonim o'zlarini ehtiyot qilsinlar. Jonlarini sog' omon asrasinlar. Onajonim agar biron bir joyim og'riyapti, bemorman desalar, yuragimiz orqaga tortib ketadi. Hech qachon kasal bo'lishlarini xohlamaymiz, betob bo'lishlarini xohlamaymiz. Doimo yaxshi kunlarimiz bizni onajonimiz bilan bo'lsin deyman. Onajonimiz bilan chiroyli bir niyatlar qilganmiz,
nasib etsa inshaalloh bu safarlardan qaytsak dedilar opajonlarim. Qayta onajonim bilan haj safarlariga borib biz ham hoji ona bo'lib qolish nasib etsa dedilar. Chiroyli bir niyatlar opajonlarim. Yana shu asnoda aytdilarki, biz barcha tilaklarimizni o'zlariga izhor qila olmadik. Ya'ni mehmonjonlardan ortiq biz bilan ko'p gaplasha olmadilar, suhbatlasha olmadilar. Shu sabab ayta olmagan so'zlarimizni she'r qilib qog'ozga tushirganmiz. Ay jonim o'qib bersalar agar o'qib berasiz dedilar. Mayli o'qib bersin. Marhamat. Har safar turaman. Atrof begona. Xolim so'raguvchi yo'q. Ko'z qamxona. Hayolim so'zlashib turdi devorxona. Men sizni sog'inib yig'ladim. Yuribman orzuim bor. Omadim berdi Xudodan so'rab. Uyga qaytganlar. Ortidan qarab. Yur ketdik desalar ham. Ketmadim mana. Men sizni sog'inib yig'ladim ona. Ne qilay majburman ishlashim kerak. Musofirlik ma'lum ishlashim kerak. Bahorga yetmoq uchun qishlashim kerak. Noshukurlik so'zim aytmadim ona. Men sizni sog'inib yig'ladim ona. Sizga aytsam bunda hayot bizdek emas. Ovqatlari turfa xil, oshi tuzdek emas. Qahri toti sovuq, qishi bizdek emas. Siz bilan o'tgan kunlarni sog'indim ona. Men sizni sog'inib yig'ladim ona. Bunda ko'pdir bo'lar, chaqan deganlar. Voha, Samarqanddan kelganlar. Durmayizlar, firqa bo'lib yeganlar. Shunday insonlar bilan ishladim ona. Men sizni sog'inib yig'ladim ona. Ba'zan og'ir mehnatdan bezilib ketdim. Musofirlik xo'p og'ir ezilib ketdim. Sizga aytsam onajon, baridan bezilib ketdim. Onam yig'lamasin deb hech birini aytmadim ona. Men sizni sog'inib yig'ladim ona. Bugun sizni sog'inib esladim ona dedilarda farzandlaringiz bugunga yana uchun qaytadi ibodatlar. Opajonlarimni shirin tilaklarini sizga bo'lgan aytolmagan so'zlarni mana she'r qilib qog'ozga tushirgan ekan. Endi mikrofonni sizga beraman. Mana shu kamera orqali yana bir sirni ochaman. Opajonlarim hozir ayni damda Mavlud opajonim uzoqdan kuzatib turibdilar. Gaplaringiz bo'lsa, so'zlaringiz bo'lsa, barchasini bemalol yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum mehmonlar ikromi. Xush omadedon nurakidid to'jakizam. Vaqta kotona tarixni dodonda goton va rahmati kalom. Ilohim bachakam safarakosh bexatar shavad. Sarakash aslan shavad. Balik oilashkada sog'u salomat qilsa tariqada. Piru badavlat shuda. Man bar in hajko baraftani Xudo taqdir va nasib kunad. Ki haj va naraftagi bo'lsa ham joy barafta ziyorat qiladi. Hamma ba taqdir va nasib kunad ilohim aka. بچه کم دو خود دردش نبینم الهی اما وقت بس که خودش که دواگوی شام و سهره شده ارکه عزیز شده کنده که دولتی ولی کام شده گستن خدا تقدیر و نصیب کند انشاءالله خداوندا بگردانی بلاها را ضیافتا نگه داری تو ما را به حق هر دو سوی حبیبت براری جمله حاجت های ما را همه کمایم بله کمایم کپم حاجت باشه الهیم الله مهربان روان کند سلطان دلم بغم کنید سلطان دلم خرم کنید سلطان بداند حال من سلطان برارت کار
من همین سفر بردگاه همه کشونه کارا کشون به الهی کشایش بیاد الله پشت و پناه کس به نگاه دارد ساق رفتم می سلامت بیان الهی همه کتون خوش آمدتان نورکی دیده تا جکی سرم بچه کم الهیم دو و درد کسی نبیند پشتکم بماند الهی مکر کب تینج کند الهیم و قطاری کب همه کم یا خاندانم تینجی شود آسایشتگی شود برکی آبی روانت یاد برکی خود خدر بهامت یاد الهیم هیچ وقت ازبکستان ما به ظرافت نرسد کب بیم ظرافت نرسد و قطاری کب همه کم بیم ظرافت نرسد الهی مکر پاسشاه ما با عدالت شوند ارزانی شود امانی شود الهی همه خاندانش به قطع برکت یاد الهی رحمت آمدگاتان به شما هم بیم رحمتی گلون بچه کم صاف و سلامت گردد الهی مکر داغ و درد کسی نبینند منم حتی که دلم یاد کده که دیم مغدقا سفر کود به خطر شود الهی بچه کود با آمده تقدیر رو نصیب کن بچه کود الهی بغره کرده گفتم به خدا تقدیر رو نصیب کند الهی shu asnoda muborak ibod etamiz. Undan tashqari esa mana bu uyimizning to'rini to'ldirib turgan muxtabar onajonimiz bor ekan. Onajonimizga o'zlarini gullari bor ekan. Marhamat, guldastalarini topshiramiz. Chiroyli guldiroz qarsaklar sadolari ostida. Farishtalik onajonlarimiz uyimizning fayzi hisoblanadi. Shu onajonlarimiz borki, bizga bugungilik tantanlar yarashadi. Onajonlarimiz sog' omon bo'lsinlar. Albatta onajonimiz biz sizga aytmoqchi bo'lgan tilaklarimiz, sovg'alarimiz hali hammasi emas. Galdagi sovg'amiz bor. Ya'ni farzandlaringiz opajonlarim aytishdiki, onajonim juda ham yaxshi ko'radilar. Biz bermoqchi bo'lgan sovg'alarda dedilar. Albatta onajonlar iltimos qiling, ana shu sovg'ani uyni to'riga osib qo'ysinlar-da. Har kuni bizni duo qilsinlar. Ilohim mana onajonimni duolari bilan musofir yurtlarda musofirchilik gashtin surib yuribmiz. Ilohim ishlarimizni barorini bersin. Onajonimizga iltimos qiling dedilar. Eng chiroyli sovg'a. Yana niyat qilishdi. Onajonimga mana shu sovg'ani berayotgan paytingizda biz niyat qilamiz deyishdi opajonlarim. Nima niyat desam, onajonimning hayotlari soat, daqiqalardek qimmatli bo'lsin-u, millari kabi tez o'tib ketmasin hayotlar dedilar-da. Mana shunday noyob sovg'alarni maxsus siz uchun berib qo'yishimiz iltimos qildilar. Tabriklaymiz onajonimizga. Onajonimizni bugungi ayyomlar bilan tabriklaymiz, muborak ibod etamiz. Onajonimiz ayyomlar muborak bo'lsin. Yana bir bora sizning xizmatingizda bugungi chiroyli bir shukrona kunlaringiz bilan tabriklash uchun tashrif buyurgan bu mening onam tabrik agentligi bo'ldi. Yana bir bora sizni farzandlaringiz nomidan muborak ibod etamiz. Doimo farzandlar ardovi, yaqinlar ardovi hayotingizni tark etmasin. Endi esa onajonim sizni yaqinlaringiz bilan galma-gal suratlarga olamiz, davramizni davom ettiramizda. Doimo sog'lik, salomatlik xonadoningizni tark etmasin onajonim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.